Yoshi o'tib borayotgan insonlarning xayolidan xo'sh, davlat menga qancha pensiya to'lar ekan degan o'y o'tishi tabiiy. Pensiya hisob-kitobi haqida gap ketganda ko'pincha murakkab foizlar, turli xil atamalar va hisoblash formulalari kishini chalg'itib qo'yadi. Hamma tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumotimiz boshqalarga ham tezda yetib borishi uchun video ostiga bitta like bosib, agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Quyida yoshga doir pensiyaning tayinlash tartibi hamda mablag' hisoblash jarayoni oddiy tilda va hayotiy misollar yordamida tushuntiriladi. Yoshga doir pensiya erkaklar 60 yoshga to'lganda va ish staji kamida 25 yil bo'lganda, ayollar 55 yoshga to'lganda va ish staji kamida 20 yil bo'lganda tayinlanadi. Shuningdek, kamida 7 yil ish staji mavjud bo'lsa, mavjud stajga mos ravishda to'liqsiz pensiya beriladi. Agar 7 yillik staj ham bo'lmasa, fuqaroga nafaqa ajratiladi. Pensiyaning tayanch miqdori so'nggi 10 yillik mehnat faoliyatidagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillikdagi oylik ish haqining 55% ni tashkil etadi. Shuningdek, talab qilinganidan ortiqcha ish stajining har bir yili uchun 1% dan qo'shimcha hisoblanadi. Bundan tashqari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan kabi faxriy unvon egalari uchun har oylik pensiya ustiga bazaviy hisoblash miqdorining 1,6 dan 10 barobari miqdorida kafolatlangan ustama to'lanadi. Muhim eslatma, agar sizning oxirgi 5 yillikdagi o'rtacha maoshingiz 10 million so'mni tashkil etsa ham, pensiya aynan shu summadan kelib chiqib hisoblanmaydi. Pensiya hisoblashda bazaviy miqdorning 12 baravaridan yuqori ish haqi inobatga olinmaydi. Ayni paytda maksimal miqdor 5 million 652 ming so'mni tashkil etadi. Masalan, Shartli Dilmurod Davlatov 32 yildan beri Surxondaryo viloyati Bo'ysun tumanidagi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. U 1-may kuni pensiya yoshiga yetdi. Oxirgi yillardagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillik o'rtacha oylik ish haqqi 4 million so'mni tashkil etadi. Bu maosh maksimal chegaradan oshmaydi. Shuning uchun to'liq olinadi. 4 million so'mning 55% 2 million 200 ming so'mni tashkil etadi. Talab qilinganidan ortiqcha 7 yil ish staji uchun har bir yilga 1% dan qo'shilib, jami 7% qo'shiladi. Natijada Dilmurod Davlatovning pensiyasi 2 million 480 ming so'mni tashkil etadi. Yana bir misol, Shartli Mavluda Aliyeva 35 yildan beri maktabda ishlaydi. Uning oyligi yuqori bo'lib, eng yaxshi ketma-ket 5 yillikdagi o'rtacha daromadi 8 million so'mni tashkil etadi. Ammo pensiya hisoblashda 8 million emas, balki maksimal chegara bo'lgan 5 million 652 ming so'm olinadi. Uning ish staji talab qilinganidan 15 yilga ko'p. Shuningdek, u O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi faxriy unvoniga ega. Hisoblash natijasida tayanch miqdor va qo'shimcha foizlar asosida 5 million 652 ming so'mning 70% olinadi, ya'ni 3 million 956 ming so'm. Bundan tashqari, bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'm bo'lib, uning 1,6 dan 10 baravari, ya'ni 659 ming so'm ustama qo'shiladi. Natijada Mavluda Aliyevaning jami pensiyasi 4 million 615 ming so'mni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 1-martdan boshlab pensiya yoshiga yetgan shaxslarga ularning arizasisiz avtomatik tarzda pensiya tayinlash tizimi yo'lga qo'yilgan.